Boshladimi? Sochimizni bu holatda mana juda ham oqlari bor. Oldin ham kislotni qilganmiz, bugun ham model bo'ldilar. Xudo xolasa, to'ngli ranglarni yuvib, chiroyli texnikalar terib, bular shokolad rang holatida qolaganlarini qilishga harakat qilamiz. Boshladik. Mana bu sochlar nima deyapti? Men qora edim deb qasamchayapti, chunki bu sochlar qora edi va bu qora sochlarni biz qora rangini yuvib tashladik. Yuvganimizda ham bezopasniy kislotni smivka bilan yuvdik va sochga umuman parishda bo'lmadi. Qaranglar, qanchalik sog'lom va tez qisqa muddatda tez chiqarib bo'ldik. Endi bu sochga rang bersak bo'ldi. Aslida mana shu chiqqan rangni o'zi modasi, shunday ildizni bo'yab chiqarib olsak ham bo'ladi, lekin klientimiz shokoladni rang tanladi. Klient o'zi shokolad. Klient o'zi shokolad holatini hozir shokolad qilamiz. Qizlar yoqyaptimi? Zo'r. Mana endi sochimizni shokoladniroq qilib bo'yaganimizdagi holati. Endi aprosni qo'yaman hozir. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi deb baho berish sizlardan qalayapti. So'ng ranglardan chiqib, shunaqangi qildik. O'ziga yoqdimi? Soch sifatiga qaranglar deysiz. Ha, soch sifatiga qaranglar. Soch живой, mana shuncha ximik narsalar tekkizdim, lekin soch живой. Kislotni smivka bilan shunaqangi sog'lom chiqarib, mana o'quvchilar va mazar qilishni ko'rib, peroksidatsiyani ham to'g'ri qilib o'rganishdi. Xudo xolasa, analizingizlar, menga rezultatlarni tashxislar tekshiraman, xudo xolasa va shu soch sog'lom chiqishi uchun mana shunaqangi kislotni smivkani qilishni bilish kerak, kaloris degan odam.